Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi hamda Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti tomonidan xotin-qizlar huquqi va xavfsizligi, zamonaviy tahdidlar va yechimlar mavzusida seminar trening o'tkazildi. Mavzu tafsiloti muxbirimiz lavhasida. Xotin-qizlar huquqi va xavfsizligi, zamonaviy tahdidlar va yechimlar. Bu shu kunning eng muhim mavzularidan biri. Ayollar muammosi dunyoning har bir nuqtasida uchraydi. Odam savdosi, tajovuzkorlik, ruhiy va jismoniy bosim, mamlakat iqtisodi, turli aqida va madaniyatlar xotin-qizlarning taqdiri, salomatligi, ijtimoiy mavqeiga ta'sirini o'tkazmay qolmaydi. Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi tizimidagi oliy ta'lim muassasalarining xotin-qizlar maslahat kengashi va olima ayollar bilan birgalikda xotin-qizlar huquqi va manfaatlarini ifoda etuvchi qator tadbirlar, seminarlarni tashkil qilib kelmoqda. Bu har yili bir viloyatda o'tkaziladi. Navbatdagi seminar manzili Urganch davlat universiteti. Bu seminar treningda respublikamiz bo'ylab oliy ta'lim muassasalarida faoliyat yuritayotgan xotin-qizlar maslahat kengashi raislari o'zaro fikr almashib, xotin-qizlarning bugungi kundagi davlat siyosati darajasida olib boriladigan faoliyatini, talaba qizlarimiz o'rtasidagi muammolar, yechimlar va ularni sog'lom muhit, sog'lom tarbiya borasida olib boradigan fikrlarni o'zaro fikr almashadilar. An'anaviy o'tkaziladigan bu seminar trening natijasi o'laroq qizlarimiz o'rtasida bo'ladigan nosog'lom muhitni oldini olish, profilaktikasini amalga oshirish maqsadida bugungi kunda qizlarimizni zamonaviy ilm olib, ularni ilm darajasini yuksak darajada ko'tarish hamda muhtaram yurtboshimiz aytganlaridek birgina qiz bolaniga ta'lim berish butun jamiyatni sog'lom muhitni shakllantirishdan iborat deyishlari bejiz emas. Birlashgan Millatlar Tashkilotining manbalarida keltirilishicha, hozirgi kunda dunyo miqyosida har 3 ayoldan biri jismoniy yoki jinsiy zo'ravonlik qurboni bo'lmoqda. Odam savdosi qurbonlarining katta qismi xotin-qizlardir. Ushbu seminar treningda ta'kidlanganidek, yangilangan konstitutsiyamizda xotin-qizlarning haq-huquqlari, ular manfaatiga xizmat qiluvchi moddalar bilan yanada mustahkamlangan. 100 dan ortiq me'yoriy hujjatlar qabul qilingan. Ayollar o'qish, ishlash u yoqda tursin, hatto ostona xatlab ko'chaga chiqa olmagan va yana shunday davrlar bo'lganki, ayollar rivojlanish u yoqda tursin, hatto o'z ustida ishlash uchun xayol ham qilmagan. Va biz shunday bir davrda g'amxo'r yurtboshning rahnamoligida shunday bir yurtda istiqomat qilyapmizki, xotin-qizlarga alohida imkoniyatlar yaratiladigan, nafaqat imkoniyatlar yaratiladigan, balki shu imkoniyatlardan xotin-qizlar to'laqonli foydalanishi uchun sharoitlar yaratiladigan bir davlatda yashayapmiz. Va bugun respublikamiz miqyosida tashkil qilingan seminar treningning asosiy mazmun mohiyati ham ana shu yurtboshimiz tomonidan xotin-qizlarga yaratilayotgan imkoniyatlarni, sharoitlarni to'la ma'noda amaliyotda bajarish uchun qaratilgan deb hisoblasak bo'ladi. Seminarda Oliy Majlis Senatining Yoshlar, Xotin-qizlar, Madaniyat va sport masalalari qo'mitasi raisi, Oila va xotin-qizlar qo'mitasi raisi o'rinbosari, Ichki ishlar vazirligi huquqbuzarliklar profilaktikasi bosh boshqarmasi boshliq o'rinbosari onlayn tarzda ishtirok etib, ma'ruza qilishdi. Davlatimiz tomonidan milliy qonunchilikni takomillashtirish, tashkiliy huquqiy mexanizmlarni joriy etish borasida barcha ishlar qilingan. Faqat endi hozir xotin-qizlarning huquqiy savodxonligini oshirish, o'zlariga nisbatan bo'layotgan har qanday xavfni tushunish, anglash va bunga qat'iy kurashish masalasida faqat har bir xotin-qizning faolligini oshirishimiz kerak. Chunki bugungi bilamiz, global jamiyatda aynan xotin-qizlarga, jumladan yoshlarni ongiga, qalbiga qaratilgan kiber xavfsizlik muammolari oshib boryapti. Bu borada biz bugun oliy ta'lim muassasasida tahsil olayotgan talaba qizlarimizni avvalo ogohlantirishimiz kerak. Milliy qonunchiligimizdan ularni ogoh qilishimiz kerak. Shu bilan birga nafaqat o'zlarini, balki yon atrofidagi dugonalarini, qo'ni-qo'shni, mahallasida yashayotgan xotin-qizlarni, dugonalarini bu boradagi olib borilayotgan ishlardan xabardor qilish masalasida ham bularni faolligidan foydalanishimiz kerak yoki faolligini oshirishimiz kerak. Seminar davomida odam savdosi, zamonaviy tahdid va xotin-qizlar himoyasi, onlayn muhitda xavfsizlik, talaba qizlar nimaga e'tibor berish kerak, oliy ta'lim muassasalarida xotin-qizlar o'rtasidagi salbiy holatlarning tahlili, kelib chiqish omillari va uning profilaktikasi kabi qator mavzulardagi ma'ruzalarda har birimizni sergak torttiradigan ma'lumotlar keltirildi. Shuningdek, oliy ta'lim muassasalari xotin-qizlar maslahat kengashlari raislarining hisobotlari ham tinglandi. Kelgusidagi vazifalar belgilab olindi. Mehmonlar uchun Xiva shahrining Ichanqal'a hamda Ardaxiva majmualariga sayohat tashkil qilindi.